Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Lewandowskini olmaymiz. AQShning Chicago Fire klubi transfer siyosati tanlovini o'zgartirdi. Buning oqibatida ushbu jamoa Barselona hujumchisi Robert Lewandowskining transferi bo'yicha kurashdan chiqqanini ma'lum qildi. Bu haqida The Athletic nashri xabar berdi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, Amerika klubi yil boshida 37 yoshli forvardni sotib olish uchun faol harakat qilgandi. Keyinchalik klub polshalik forvardni yozda erkin agent sifatida qo'lga kiritishni mo'ljallagan edi. Ammo hozirgi vaqtda muzokaralar to'xtab qolgan. Lewandowski 2022-yil yozdan beri Barselona safida o'ynamoqda. Joriy mavsumda u barcha musobaqalarda 41 ta o'yinda ishtirok etib, 17 ta gol va 4 ta gol uzatma muallifi bo'ldi. Transfermarkt portali ma'lumotlariga ko'ra, futbolchining bozordagi qiymati 8 million yevroni tashkil qiladi. Mourinho bosh murabbiylikni olish uchun Realga muammo qilmaydi. Taniqli futbol agenti Jorge Mendes o'z mijozi ayni paytda Benfica'ni boshqarayotgan Jose Mourinyoni Realga to'ylashga harakat qilmoqda. Mendes bir necha kundan beri Real Madrid prezidenti Florentino Perez bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib bormoqda. Uning ta'kidlashicha, Mourinho shaxsiy shartlar va shartnoma muddati bo'yicha Realga muammo qilmaydi. Bu haqida jurnalist Florian Plettenberg ijtimoiy tarmoqda ma'lum qildi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, Mourinho qirollik klubiga qaytishga tayyor. Shu bilan birga madridliklar kutayotgan Jurgen Kloppning Realga tayinlanishi bo'yicha hech qanday muhokama yo'q. Portugaliyalik murabbiy 2010-yildan 2013-yilgacha Real Madridda ishlagan va bu vaqt ichida 3 ta sovrinni qo'lga kiritgan. Mourinho qo'l ostida madridliklar La Liga, Ispaniya Kubogi va Ispaniya Super Kubogini yutgan. Marco Correa Barselonaga qaytishga tayyor. Transfer narxi ma'lum bo'ldi. Chelseaning chap qanot himoyachisi Marco Correa kubokdagi murakkab davr fonida jamoani tark etishi mumkin. Bu haqida Mundo Deportivo jurnalisti Ferran Martinez xabar bermoqda. Manba ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda 27 yoshli futbolchining vakillari Coq Anorangliar sport direktori Deco bilan aloqaga chiqishmagan. Ta'kidlanishicha, Correaning transferi uchun taxminan 50 million yevro miqdorida narx belgilangan. Ehtimol Chelsea futbolchining sotib olinishi Barselona o'z asosiy himoyachisidan birini sotishga bog'liq bo'ladi. Correa 2012-yildan 2020-yilgacha Barselona tizimida bo'lgan futbolchining London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. City bu jamoaga futbolchi bermaymiz. Manchester City darvozaboni James Trafford ashaddiy raqibi Manchester United safiga o'tmaydi deb xabar berdi The Sun. Manbaga ko'ra, darvozabon uchun Manchester shahridan chiqmasdan klub almashtirish emas, balki boshqa chempionatlarga o'tish ustuvor hisoblanadi. Avval Traffordga Manchester United qiziqish bildirayotganligi haqida xabarlar chiqqandi. 23 yoshli mahoratli darvozabon muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun shaharliklar safini tark etishga qaror qilgan. Chunki tajribali Gianluigi Donnarumma bilan raqobat uning istagancha maydonga tushishga imkon bermayapti. Juventus ham qiziqish bildirmoqda. Turinliklar futbolchi uchun taxminan 20 million yevro to'lashga tayyor. Shuningdek, unga Aston Villa va Newcastle United ham da'vogarlik qilmoqda. Joriy mavsumda James Trafford 14 ta o'yinda 10 ta gol o'tkazib yuborgan va 7 ta marta o'z darvozasini daxlsiz saqlagan. Uning Manchester City bilan shartnomasi 2030-yilning yoziga qadar amal qiladi. Barsa mashhur hujumchini yana 4 yilga olib qoldi. Manchester United qanot himoyachisi Marcus Rashford kelajagi bo'yicha bir qarorga keldi. Joriy mavsumni ijara asosida Barselonada o'tkazayotgan futbolchi kataloniyaliklar bilan to'liq shartnoma bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqida insider Nicolas Gira ijtimoiy tarmoqda xabar berdi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, kelishuv 2030-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Xabar qilinishicha, ham futbolchi, ham klub hamkorlikni davom ettirishdan manfaatdor. Manchester United va Barselona o'rtasidagi ijara bitimida Rashfordni sotib olish bandi 30 million yevroni tashkil etadi. Jurnalist ma'lumotlariga ko'ra, kataloniyaliklar to'liq transferni amalga oshirishni istaydi. Buning uchun esa Manchester Uniteddan chegirma olishga umid qilmoqda. Rasman: futbolda inqilob.
Endi og'zini yopib haqorat qilgan va maydonni tark etgan futbolchilar chetlatiladi. Xalqaro futbol assotsiatsiyalari kengashi FIFA tomonidan taklif etilgan ikki muhim o'zgarish rasman tasdiqlandi. Ushbu yangi qoidalar Jahon Chempionati 2026 turniridan boshlab qat'iy amal qilinadi. Yangi qoidalarga ko'ra, og'zini yopish taqiqlanadi. Konflikt vaqtida raqib futbolchisiga qarata og'zini yoki qo'li, libosi bilan yopib nimadir degan o'yinchi to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka bilan jazolanishi mumkin. Bu chora maydondagi kamsitishlar va haqoratlarga qarshi kurash maqsadida joriy etilmoqda. Maydonni tark etish uchun jazo. Hakam qaroriga norozilik sifatida maydonni o'zboshimchalik bilan tark etgan futbolchilar va ularning bunga undagan rasmiy shaxslar, murabbiylar chetlatiladi. Texnik mag'lubiyat. Agar jamoaning noroziligi sababli o'yin to'xtab qolsa, o'sha jamoaga avtomatik ravishda texnik mag'lubiyat yoziladi. Bunga nima sabab bo'ldi? Yaqinda sodir bo'lgan 2 yirik voqea ushbu qoidalarning tezlashtirilishiga sabab bo'ldi. Birinchidan, Benfica vengeri Jean-Luc Perstian YCHL doirasida Real yulduzi Viniciusga qarata og'zini yopib, gamofobik haqoratlar ishlatgani uchun 6 ta o'yinga diskvalifikatsiya qilindi. Ikkinchidan, Afrika Kubogi finalida Senegal terma jamoasi hakam tomonidan Brahim Diazga ishlatilgan foul uchun belgilangan penaltiga norozilik sifatida maydonni tark etgandi. Oqibatida Senegalga texnik mag'lubiyat 0-3 yozildi. Alvaresning agenti Barselonaga o'tish harakatlarini boshladi. Madridning Atletico klubi hujumchisi Julian Alvares ko'plab mish-mishlarga qaraganda kelayotgan yozda Barselonaga o'tish niyatida. Markaziy hujumchi pozitsiyasini kuchaytirish ko'k anoranglilarning transfer bozoridagi asosiy vazifasi bo'lib turibdi. Bu 26 yoshli argentinalik futbolchining bu o'rin uchun eng ma'qul nomzod bo'lib qolmoqda. Real bir ma'lumotlariga ko'ra, matraschilar yulduzning agenti allaqachon mijozining Barselonaga o'tishi bo'yicha ish boshlagan. Biroq klublar o'rtasida kelishuvga erishishdan hali ancha yiroq. Nufuzli Transfermarkt portali Julian Alvaresning bozordagi qiymati 90 million yevroga baholamoqda. Futbolchining Atletico bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha mo'ljallangan. Xufanovga hatto Havertz ham ovoz beradi. Agar Xufanov eng zo'ri bo'lmasa, unda kim? Manchester City aprel oyining eng yaxshi futbolchisini aniqlash maqsadida so'rovnoma tashkil qilgani haqida xabar bergan edik. Klub butun dunyo bo'ylab tarqalgan muxlislari 3 nafar nomzod Abduqodir Husanov, Bernardo Silva va Nico O'Reilly o'rtasidagi aprel oyidagi eng zo'r o'ynagan o'yinchi charm to'p ustasini ovoz berish yo'li bilan aniqlashni talab etiladi. Ayni paytda shaharliklarning ijtimoiy tarmoqlaridagi rasmiy sahifalarda oyning eng yaxshi o'yinchisi kimligi bo'yicha muhokama va munozaralar qizg'in davom etmoqda. Bundan aksariyatlari muxlislar aprel oyida ham Manchester Cityning eng zo'r futbolchisi Abduqodir Husanov bo'lganini ta'kidlashyapti. Manchester City fanatlari bildirgan fikr-mulohazalari o'rtasida eng qiziqlarini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etamiz. Jon Singer: Husanov juda yaxshi rivojlanmoqda. Abundance Hayri: hatto Josep Guardiola ham eng zo'r Husanov ekanligini biladi. Men avval bunday himoyachini ko'rmaganman. Guahua Halkoy: Husanov bizning hozirgi va kelajak devorimiz. Argon Jim Maselko: sovringa hammasi munosib, lekin Husanov alohida mavzu. Paul Jisinga: agar Husanov eng zo'ri bo'lmasa, unda kim? Thomas Tembo: Husanov o'ynasa jamoa gol o'tkazmayapti. Darvozani 3 marta goldan himoya qildi. Jalias Minash: Husanov jamoaning yuragi. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov joriy mavsumda Manchester City o'yining eng yaxshi o'yinchisi sovrinini 2 marotaba qo'lga kiritgan yagona o'yinchi hisoblanadi. 22 yoshli legionerimiz yanvar va mart oylarida eng zo'r futbolchi bo'ldi.